Sizlar olti olma duo ol degan maqolni juda ham ko'pchilik eshitgan. Xudo aytgan, sen birda ehson qilsang, men senga 100 beraman degan. Kelinglar shu narsani hozir sinab ko'ramiz. Shu pulni hozir muhtoj odamlarga tarqatamiz. Xudo xolasa keyin buni natijasini men sizlarga ko'rsataman. To'xtaylik, shuvalayta. Videoga tushaman degan odamlar bunday baqib o'tinglar. Videoga tushmayman, ertaga bosh og'ritadi deganlar. Shu ertaga keyin men boshim og'ritmaylar, o'chiring bo'ldi. Ular turinglar. Bo'ldi. Ular duo qilib qo'yasizlar. Bitta to'xtaylik, turinglar. Hamma. To'xtaylar, hamma yetadi. Bitta. To'xtaylik. Videoga tushganlardan keyin videoga olinyapti. Ertaga o'chirdi sanay, o'chirilmaydi. Mana guvoh Instagramga olyapti. Mana narsa bo'lmadi. Bo'laveradi. Guvoh qo'yasizlar. Prosta bu sizlarga mana ro'zani ichida uylaringga olib kirishdi. Ber, yetadi sizlar. Yetadi. Yetadi, yetarmaylar. Yetadi, hamma yetadi deb. Bo'l. Rizqingiz ulug' bo'lsin. Hamma ota-onangiz katta hojat bilan olib, o'zingiz katta hojat bilan olib. Har bitta like bosgan odamlarga savobimiz xudo xolasa birga qo'shiladi, chunki ular ham birga sherik bo'layotgan bo'ladi.